Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi navbatchilik qismiga Mirzo Ulug'bek tumanida avtomobil olib qochilganligi bo'yicha xabar kelib tushdi. Ma'lum bo'lishicha, noma'lum shaxs Mirishkor ko'chasida ochiq qoldirilgan Mercedes rusumli avtomobilni o'g'irlab qochib ketgan. Ta'kidlash o'rinliki, Toshkent shahrida avtomobil olib qochib, uni yashirish imkonsiz. Kuzatuv kameralari yordamida jinoyatchi ham, transport vositasi ham topiladi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan mashinani topish va egasiga qaytarish choralari ko'rildi. Olib qochilgan transport vositasi Uchtepa tumani Zargarlik ko'chasida to'xtatildi. Gumonlanuvchi fuqaro va olib qochilgan transport vositasi jinoiy qidiruv xodimlariga topshirildi. Transport vositasini 1998-yilda tug'ilgan Sherzod ismli shaxs ochiq qolganidan foydalanib olib qochib ketgan. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlardek, u qo'lga olindi. Shu mashinaga qiziqaman, nimaga haydab nima qilishga. Oldida hech kim yo'q edi, keyin mashinaga o'tirib haydadim. Haydab shu shahar aylanib shu Uchtepa tumanidagi moykani oldiga borib to'xtab tushib turganimda YPX xodimi mashinasiga kelib ushladi. Qilgan ishimdan afsusdaman, boshqa takrorlanmaydi. Mashinamni quflamasdan kalti ichida qoldirib bir joyga kirib ketdim endi. Chiqsam, mashina ham yo'q. Rostdan mashina ham yo'q. Men o'zim bir kimdir men bilan hazillashdim deb o'yladim. Shukr, o'zi qiziqchi hazilkash deb kimdir mashinamni olib bir chekka olib qo'ydi. Uni qarayman, qidiraman, mashinam yo'q. Qarasa, har qatdan mashinam o'g'irlab ketishdi. Men qish bilan 102 ga qo'ng'iroq qildim. Ishonasizlarmi? 10 minutda meni mashinamni topib berishdi. Qayerda ketyapti, qayerda, nima, qayerda, men o'zim hayratda qoldim. Shuning uchun hurmatli azizlar, hurmatli fuqarolar, hurmatli hamshaharlar, sarxushyor bo'lamiz. U duch kelganda ochiq qoldimi olib ketaverar ekan. Shuning uchun men u narsani aytib o'tmoqchimanki, sarxushyor bo'lishimiz kerak ekan, mashinani qulflab yurishimiz kerak. Bu paytda pult ishlamay qoladi. Pultni yopdim deb o'ylaysiz, lekin yopilmay qoladi. Pultni yopilmay qolsa ham mashina qulflamagan bo'ladi. Iloji bo'lsa, shuni kalti qulflab o'zingizga sarxushyor qaynasanglar, undan ham zo'r chiroyli ish bo'ladi. Shuning uchun avvalambor shu barcha bizni ichki ishlar xodimlariga, shahrimizni barchalarga rahmat. Lekin bundan keyin hushyor bo'ldim. Hatto uy kirayotganda ham mashina qulflab kiryapman. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 267-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Mazkur moddaga ko'ra 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Hurmatli yurtdoshlar, avtomobilingizni ochiq holda qoldirmang. Ogoh bo'ling.